Assalomu alaykum azizlarim. Sizlar bilan yana g'oyibona ko'rishtirganimdan juda ham xursandman. Demak, azizlarim, bugun sizlar bilan juda ko'pchilik so'ragan sham folimizdan ko'ramiz. Mavzuyimiz hayotda sizni nima kutyapti. Demak, shamimiz ham ozgina qotsin. Sal bor ekan. Ungacha tanlov qilasiz. Har doimgidek sizda ikkita versiya sham foli bo'yicha. Bittasi mana birinchisi arab gulli bakalimiz, ikkinchisi rus naqshlari bo'yicha ishlangan bakalimiz. Demak, arab bakali va rus bakali deb atay qolamiz. Demak, men 7 gacha sanayman. Qaysi biriga yuragingiz deyapti, qaysi biriga intuitsiyangiz tushyapti, shulardan bittasini tanlang. Boshladim. 1 2 3 4 5 6 7 tanlab bo'lgan bo'lsangiz, azizlarim, ketdi. Keyin orakul kartalari ham bor, har bitta versiyaga. Mana bu birinchi versiyaga arab bakalimiz, bu ikkinchi versiyamizga. Demak, shamlarimiz ham qotib qopti ancha. Demak, boshladi. Bismillahirrohmanirrohim deb arab bakalimizdan quyishni boshlaymiz. Ilohim yaxshi shakldan chiqsin. Bismillahirrohmanirrohim deb endi rus bakalimizdan bakalimizga qo'yamiz. Demak, uzr tegib ketdi-da. Endi bularni Bismillahirrohmanirrohim. Endi qotishini kutib o'tirsa, to'g'risi vaqt yetmaydi. Menimcha sizlarni ham, meni ham vaqtim yetmaydi. Shuning uchun negativ yozadiganlar bir xil quyildi. Ikkaloviga ham bir xil quyildi azizlarim. Darrov negativ yozishadi endi. Mayli. Insof bersin hammamizga. Bismillahirrohmanirrohim. Shtobda qisqichimni ham topolmayapman, to'g'risini aytsam. Endi pichoqda odalarimiz. Demak, azizlarim, rus bakalimizni olib turamiz. Demak, birinchi arab gulli, ya'ni arab bakalidan boshlaymiz. Bismillahirrohmanirrohim. Qani turib qolamiz. Demak, azizlarim, nimani ko'ryapman? Hozir yaxshilab avval tekshirib olaylik. Bu yerda ko'ringani mana. Bitta inson bu yoqda, bitta inson bu yoqda. Juda ko'p ajrim bo'lganlarni ko'ryapman-da, yoki bir nima desam bo'ladi. Ajrim yoqasida turganlar ham bor. Keyin yashab ketamanmi, yo'qmi deb turganlar ham bor-da. Shu xayolimdagi inson keladimi, yo'qmi, u bilan yashaymanmi, yashamaymanmi degan masala ham bor sizlarda. Lekin mana birlashuv bor. Mana ikkita odam, qarang. Mana o'zim qarang, ikkita odam alohida turibdi, ikkita inson va mana birlashuv bor. Xudo xolasa, ko'pchiligingiz masalan ajrashgan bo'lsangiz, yarashib ketasiz. Uzoqda bo'lsa, hayolingizdagi inson qaytib keladi. Umuman olganda birlashuv bor. Juda ko'p xuddi o'zingizga hayotingiz mana cheksizlik belgisi tushdi. Xuddi shu alfozda o'tib ketarmikan meni hayotim, cheksizmikan deb o'ylab o'yingizga yeta olmayapsiz. Yo'q. Bunaqa o'tmaydi. Nimaga desangiz, mana cheksizlik belgisi, bunisi bu yerda tugagan. Xudo xolasa, juda ham yaxshi kunlar bor. Doim shovqin, yig'i-sig'i bizlarni ko'chamizda, xafa bo'lmaysizlar endi. Bola ko'pdi, qo'shnilarda bola ko'p. Demak, azizlarim, suhbatimizni davom ettiramiz, chalg'imaymiz.
Yana nimalarni ko'ryapman? Ko'tarilish. Mana Xudo xolasa, juda ko'pchilik ichinglardan biznes boshlayotganlarni ham ko'ryapman-da. Ko'tarilish. Keyin yana birlashuv mana. Mana ikkita inson birlashuvi. Yo'l. Ba'zi o'qitdim yaqinda, ta'sir qildimikin, yo'l ochirim qildim deganlar ta'sir qilgan. Juda ko'pchiligingizni yo'lingiz ochiq. Xudo xolasa mana tekisda, mana tekis. Bunaqa o'nqir cho'nqir emas. Mana o'zim ko'ring. Tekis yo'l ko'ryapman. Farzandini muammosida yurganlar ham bor. Yo'q, u ham juda ham yaxshilik bilan hal bo'ladi. Homiladorlarni ko'ryapman. 2026 ga boshlariga ko'z yoriydiganlar ham bor. Qiz farzand ko'radi juda ko'pchilik. Mayli o'g'ilmi, qizmi farzand. Xullas, ayniqsa xayolidagi insonni kutayotganlar yangi biznes boshlamoqchi bo'lganlar, Xudo xolasa, sizlar yaqin kunlarda yaxshi yangiliklar keladi, Xudo xolasa. Ishga kirmoqchi bo'lganlar ham kiradi. Chetga ketmoqchi bo'lganlar ham, Xudo xolasa, masalan, dokument to'g'risida qiynalib yurganlar ham bor-ku. Xudo xolasa, hal bo'ladi yaxshilikka hammasi. Umuman olganda, sizlarda hammasi yaxshi chiqdi. Xudo xolasa, cheksiz baxt, cheksiz omad, cheksiz pullar. Xudo xolasa, mana cheksizlik belgisi tushdi. Asnonoy u yaxshi ma'noda tushdi. Xullas, sizlarni men tabriklayman. Birinchi arab vakalimizni tanlaganlar. Endi orakul kartasi mana Quyosh. Xudo xolasa, juda ko'pchiligingiz tushkunlikda yuribsiz, xuddi bir tutqunlikda yurgandek yuribsiz. Nima bo'lishini bilmayapsiz hayotingizda. Lekin albatta ishoningki, sizlarda quyoshli kunlar kelyapti. Alloh nasib quyoshli kunlar kelyapti. Demak, birinchi versiyamiz shundan iborat edi. Endi ikkinchi versiyamizni rus gulli rus bakalamizni ko'ramiz. Ajoyib, bu g'aroyib. Nimaga o'xshatdingiz? Xuddi bir sumkachaga ham o'xshaydi, qarang, tavba. Gul ko'ryapman. Bu chiroyli hayotdan iborat. Lekin sizlarda dushman juda ham ko'p dushman. Mana bu ilon o'rtada uzala tushib yotib olgan. Juda ko'pchiligingizni chiroyli, mazmunli hayotingizni buzgan. Bu ham mana yo'llaringiz yopilgidan darak. Mana go'yoki siz kirib ketgansiz. Mana xuddi qorong'ulikka kirib ketgandek turibsiz-da, mana. To'suv. Mana inson mana shu qorong'ulikka kirib ketgandek turibdi. Dushman ham tugunlarni ko'ryapman, afsuski. Yana nimani ko'ryapman? Farzandli bo'lmoqchi bo'lganlar. Mana Xudo xolasa, mana farzand. Xuddi yo'rgayda bolachani ko'rdim. Bu juda ham yaxshi belgi. Xudo xolasa, juda ko'pchilikda farzandsiz yurganlarda farzand bo'ladi, Xudo xolasa. Yaxshi yangilik bo'ladi. Xuddi mana Karoldek o'tiribdi-da, bittasi mana bu yerda Karoldek o'tiribdi. O'zi qo'lidan hech narsa kelmaydi, aql o'rgataveradi. Ayniqsa mana bu hozirda janjalli oilada shu bittasi bor, doimo janjal chiqaradi. Janjal bo'lib turgan oilalarga tegishli-da bu. Mana orqadan turib bir ish qiladiki, ko'pchilikni urushtirib qo'yadi mana shu Karol. Ishda ham qatga ishga kirsangiz, sizni bitta ilib oladiganlar bor-da mana.
baxtga ishga kirsangiz bitta ilib oladi sizni. Juda qiziqadi shaxsiy hayotingizga, ilgari kim bo'lgansiz, hozirda nima qilyapsiz, hammani qiziqtiradi, ayniqsa siz ishga kirsangiz. Uy olaman deganlar ham mana Xudo xolasa ja katta bo'lmasa ham 2025 oxirlariga yaxshi yengillik bo'ladi. Uy olasiz. Uy olaman deganlar sizlarda yo'linglar ochiq. Xudo xolasa yana shu ozgina mehnat qilsanglar, ozgina shu izlansanglar, uyli bo'lasizlar mana. Uyni tomini ko'ryapman-da mana. Xuddi ertaklarda uychalar bo'ladi-ku. Xullas, sizlarda afsuski unchalik ham yaxshi belgi tushmadi. Mana dushman, yopiq yo'llar, afsuski bir emas, ikkita ilonimiz tushdi. Mana chiroyli hayotingizni buzib turgan ilon tushdi-da. Shu iloji bo'lsa sizlar yo'l ochirishinglar kerak. Endi sizlarni orakul kartalarni ko'ramiz. Buni chiylab qo'yib qo'yganman. O'zim ham endi ko'ryapman nima chiqqanini. Tog', mana aytdim-ku, sizlar hali juda ko'p cho'qqaladan o'tishinglar kerak-da. Ozgina mehnat, mashaqqat bor-da, yana ozgina bor. Afsuski, ming afsuski. Lekin Xudo xolasa hammasi yaxshi bo'ladi. Sizni ko'nglingiz toza, siz shu paytgacha hamma to'suvlarni yengib kelgansiz. Yana nima deymanki, bu to'suvlardan xullas 41dan 40 qoldi. Uzr. Boy uzr. 41dan 1 qoldi. 40ni yengdingiz. Xullas azizlarim, Xudo xolasa mana bu oppoq yo'llar, faqatgina shu ozgina yana mashaqqat bo'ladi, keyin rohat bo'ladi Xudo xolasa sizlarda ham. Faqatgina juda ko'pchiliginglar o'zingizlar ham bilasizlar, yo'l ochirishinglar kerak. Demak, azizlarim, bugungi ochilimiz shulardan iborat. Men hammalarga omad tilayman, baxt tilayman. Ilohim nimaiki niyat qilgan bo'lsanglar, niyatingizga erishib yurishinglarni tilayman. Kimda kim alohida ochirim qilmoqchi bo'lsa, yo'l ochirim qilmoqchi bo'lsa, men nomerlarimni yozib qo'yaman. Albatta like bosing, obuna bo'ling. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr azizlarim.